Do'stlar, barchaga xayrli tong. Hammalaringizga omad tilagan holda ekranlar qarshisida g'oyibona yana men do'stlar. Bugun balansimizda 48.700 rubl o'ynayman. Men bugun yana scratch kartga kiraman. Ertalabda scratch kart yaxshi beradi. Ko'ramiz qani qanchadan boshlar ekan. Avval dumini yo'qotib olayin, juda yomon ko'raman laqtay tursa. 87. Bu vaqtda sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy qoldirishda davom etinglar do'stlar. O'ynayotgan proyektim Betwinner proyekti. Registratsiyadan o'tish uchun silkani kommentariyada qoldiraman. Bemalol registratsiyadan o'tayotgan vaqtingizda Akula Bet promokodlari bilan kirib 100% bonuslarga hamda free spinlarga ega bo'lishlari mumkin do'stlar. Mabodo pul kiritishda, pul chiqarishda muammo bo'layotgan bo'lsa, promokod kiritgan o'yinchilarimiz bemalol murojaat qilinglar. Yordam qilaman. Yutgan pullaringni qaytadan yutkazib yubormanglar. Nehrina. Nehrina mirovlanam. Ertalabda yaxshi zanos berarding-ku. Kirich. Tak uyg'on endi. Tak ishtama yo'q. Yana. Qilchilar. Tak yaqinlar. Jonga tegdi-ku yaqinlar. Tavakkal endi bu yoqqa. Ishtama yo'q yana. Ayshaniki. Vijdonsiz. Uyg'on. Tak hozir bitta yaxshi zanos olsam bo'ldi. 4 yaxshi monetalar. Yo'q, ishtamaydi. Juda yaxshi. Pulimni qaytardim desam bo'lardi почти. Yo'q hali. X6'lar. Bitta karablik chiqib bergin, karablik qo'y bergin, bo'ldi, shu bilan chiqib ketayin, o'lgur sendan. Voy balim, pushkalarni qo'y berganini surtingga seni. Ishtama yo'q. Juda ham yaxshi. X10lar. Yo'q, yana ishtama hozircha. Ayshaxonniki. Yana pushkalar. Yana ozgina qoldi. Yana bir 20 ming ko'taraylik. Shunday to'xtataman. Yana ishtama yo'q. Voy karavel. Qaychi. Joning chiqsin seni. O'yna. Yana ishtama yo'q. Tak hozir bitta risk qilaman endi. 3000 dan bosamiz qani. Atayin dam oldirgandim 3-4 kun, yaxshiroq zanos olaman deb turlar. Karablik yo'q yana. Qanaqa stavkadan chiqib berasan ha, karablik. Yo'q, ishtama yo'q. Yaxshi. Yaqinchalar yana. Voy, aylanib keting. Juda ham yaxshi. Ozgina yana o'ynaylik. Ozgina yana o'ynab o'rgin, chiqib ketaman, bo'ldi. Tak yo'q yana. Xullas 100 ming qildim. Do'stlar, hozir mana shu 2500 rubldan urib ko'raman, bilmayman. Beradimi zanos yo'qmi? Yana o'tgan o'yingidek yana meni 100 mingga ko'tarib oldim. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha hammalarga g'oyibona sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman. Ovozlarimda ozgina nosozlik bor, tomoqlarim og'rib turibdi. Olinglar, oldirmanglar, tagida qoldirmanglar, menga o'xshab to'p o'ynamanglar, yutkazib qo'yishlari mumkin. Juda ham men risk o'ynayman, lekin shunga yarasha olaman ham. Hammalarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman do'stlar. Ko'rishguncha yana g'oyibona.